Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. AQSh va dunyo iqtisodiyoti bugun ancha zaif, lekin jahon bozorida oltin qimmatlashgan. Amerikada masalan turli kompaniyalar tinimsiz reklama berib odamlardan taqinchoq va buyumlarni sotib olmoqda. Ayrimlar esa 19-asr o'rtalarida oltin vasvasasiga guvoh bo'lgan Kaliforniya tog'laridan omadini izlamoqda. Kimdir boyish niyatida, kimdir uchun esa bu vaqt chog'lik. San Gabriel daryosi Kaliforniyaning Los-Anjeles shahridan atigi 1 soatlik yo'l. Xushmanzara bir vodiy. Tog' tizmalaridagi qor va yomg'irlardan suv ichadigan bu daryoga oyoq qo'ysangiz sovuqdan badam titraydi. Biroq oltin qidirib kelganlar uchun sovuqning ahamiyati yo'q. Kaliforniyada oltin konlari topilganiga 1,5 asrdan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, o'sha paytda konchilik o'chog'i bo'lgan San Gabriel daryosi hamon qidiruvchilarni o'ziga jalb etmoqda. O'g'lim bilan keldim, 4-sinfda o'qiydim. Oltin vasvasasi haqida dars o'tishgan ekan. Ko'rsin deb olib keldim. Tarix kitobimda bu haqda o'qib, rosa qiziqib qoldim. Bu yerda ancha oltin topilgan ekan. O'rtoqlarim bilan kelib, o'z ko'zimiz bilan ko'rib ketaylik dedik. So'ngra balki biz ham biror narsa toparmiz. Mana qidiryapmiz. Dam olish kunlarida daryoga muntazam kelib turadigan odamlar bor. Ishli, joyli, bo'sh vaqtida oltin axtaruvchi odamlar. Bu ishda shoshma-shosharlik yaramaydi. Qunt bilan, sinchkovlik bilan erta-yu kech mehnat qilasiz. Ba'zilar oltin qidirishda o'nlab yillik tajribaga ega. Dam olish kunlarini shu yerda o'tkazishadi, lekin pul deb emas. Topilgan oltin puliga mashinangiz bakini to'ldirib olsangiz, katta gap. Topish tutishim yomon emas, qo'shimcha daromad. Xarajatni qoplaydi. Daryoning qumli o'zanini qazib, axtarib, hozirgacha Kevin do'sti bilan bir necha kilogramm oltin topdi. Lekin buning uchun ter to'kib mehnat qilish kerak. Kevin har kuni 10 soatini suvda o'tkazadi. Ishi daryo tubiga shlang tortib, qum tosh va shag'alni so'rib olish. Suvga o'rnatilgan filtrlash mashinasi tosh va oltin bo'laklarini qumdan ajratib beradi. Sabrning tagi oltin deb shuni aytsa kerak. Suv, daryo, tabiat jonu dilim. Har shanba erta soat 5 dan shu yerga oshiqaman. Quyosh chiqishini tomosha qilishga nima yetsin? Men, Xudo va daryo uchalamiz.